Yuqori shaylik, janob. Yuqori shaylik. Diqqat. Qayerdan? Tinch okeanida. Tinch okeani hududi. SBX suzuvchi radari. Raketa uchirilgan. Ballistika. Tasdiqlayman, shunday, uni ko'ryapmiz. Kuzatyapmiz. Tushundim. Ulanyapman. Tayyorman. Nima bo'ldi? Tinch okeani ustida raketa. Hozirgi trayektoriyasidan zarba AQShning qit'adagi hududiga beriladi. Jin ursini. Tony, bunga ishonchingiz komilmi? Biz yanglishmayapmiz. Obyektni hozir bir nechta radar kuzatyapti. Salom. Quloqlar, Liamni olib, mashinaga o'tirib tezda ket. Tushundingmi? Qayoqqa, nimalar deyapsan? G'arbga. Iloji boricha tezda. Barcha shaharlardan uzoqroq yur. Liv, nimalar deyapsan? Nima bo'ldi? Gapimga quloq sol. Qo'ng'iroq qilaman. Seni sevaman. Iltimos, Liamni ehtiyot qil. Masalan, Shimoliy Koreya ixtiyorida biz bilmaydigan suvosti kemasi bo'lishi mumkinmi? Keyin ular bizga zarba berish ehtimolligi qanday? Janob prezident, bu yana Jek Barrington. Rossiya tashqi ishlar vaziri bilan gaplashdim. Bu hujumga Rossiyaning aloqasi yo'q deb aytdi. Uni so'zlariga ko'ra, Pekinning ham aloqasi yo'q.